Zamanlarning zamonasida bir kambag'al bovay o'tgan ekan. U bovayning ziyrak bir o'g'li bo'lgan ekan. Ular aslida bir parcha etizga bug'doy terib, uningdan oz to'la bug'doy elib, jinini jon etib kelib etibdikan. Shundaq yillarning birida yil bo'yi yomg'ir yog'may bir talmuddan ololmabdi. Bovay jon beqish ko'yida bir mahallaning podisini beqibdi. Baqqandimi elni rozi qilgudek beqibdi. Shu chaqda bu elning begimi o'zining 41 kalasini boqadigan bir yaxshi podichi izlab yurgan ekan. U izlab surishtirib, bu podichi bovayning podini yaxshi boqadiganligini bilibdi va uni chaqirtib o'zining kalalarini beqib berishni buyuribdi. Bovay çaresiz ma'qul bo'pti. Bägining 41 kalasining ichida bir kalasi 40 chelak, qolgan 40 kalasi 40 chelak sut beradigan. Shunga 40 chelak sut beradigan kala bäg uchun bäkmi e'tiborliq ekan. Mushu vajidan bäg har kuni atiganda bir qitim, kechda bir qitim kalalarni o'z ko'zi bilan ko'rib, andin xotirjam bo'ladi ekan. Günler keynidan günler, aylar keynidan aylar ötüptü. Kalalar yaxşı toyup semiripti. Bäg köңlüde razı boptu. Şundaq günlerning birida bägning 40 chelak süt beradigan kalası tuyuqsiz yo'qab ketibdi. Bovay yaqin atroflarni izlabdi, lekin zotila topolmabdi. Oxir 40 kalani haydab qaytib kelibdi. Bäg adati bo'yicha chiqib qarasa, e'tiborliq kalasi ko'rinmabdi. Surishtirib yo'qolganligini bilibdi. Bäg darg'azabga kelibdi-da, "Qaravul!" deb vaqirabdi. Qaravul shu hamon yugurib kiribdi. "Ha, ulug' begim, kaltigim bilan kimning adivini berman?" debdi. "Janobi begimiz," debdi bägning bir odil maslahatchisi. "Bu bovayni o'ltirib etsak, kalını tapmaq tez bo'lamdikin. Onunga bir hafta muhlat berayli. Shuninggacha kalını topamisa, andin uning kallasini tenidan judo qilsaqmi ulgurimiz." Bäg o'ylanib, bovayga bir hafta muhlat beribdi. Podichi bovay tayiqini tutqunicha kalını izlabdi. Cho'llarni kezibdi. Jangallarga kiribdi. Hech yerdan topolmabdi. Hafta oxirimi yetib kelibdi. U kalını tapalmagandan keyin ölüm ko'ziga ko'rinishga boshlabdi. Yolg'iz bolasini o'ylabdi. U shunda xiyollar bilan mengayverib bir taqqa berib qopdi. U tog'da cho'ng bir g'ar bor ekan. Bovay kala mushu g'arga kirib qamilib qolganmidi degan o'y bilan g'arga yiqinlab beribdi. Shu chaqda bir dahshatlik sado bilan tang qattiq bo'ron chiqib, bovayni bir yalaga opirib tashlabdi. Bovay tirishib yana g'arning og'ziga yiqinlab beribdi. Bu qitim yana shundoq sado bilan o't yalqini ko'tarilibdi. Bovay darhol o'zini daldiga ilibapti. O't yalqini o'tib ketgandan keyin bovay g'ar og'ziga qarag'udek bo'lsa, bir odam turg'udek. U bovaydan, "Hey bovay, seni bu yerga kelishga nima majbur qildi?" deb so'rabdi. "Men bägning 41 kalasini boqatdim," debdi bovay. "40 chelak sut chiqadigan bir e'tiborli kalasi yo'qolib ketdi. O'tgan haftadan beri izlayapman, lekin hech topolmadim. Izlab kelib qarasam, bu g'ar ko'rindi. Mushu g'arda qamilib qolganmidi degan o'y bilan bu yerga kelishim. Sening bu yerga kelishingni bilatdim. Bu g'ar sehrgarlar makoni. Sen bizning hojitimizdan chiqsang, kalini o'z uyingga yetkizimiz," debdi yiliqi sehrgar. "Qo'limdan kelsila, hojitinglardan chiqatdim," debdi bovay. "Sening bir yolg'iz o'g'ling bor," debdi sehrgar. "Shu o'g'lingni bizga berasan, andin kalini ata bägga opirib berib o'limdan qutulasan." Bovay yo'q desa, bäg o'ltiradi. Ma'qul desa, yolg'iz bolasidan ayrilib qoladi. Bovayning tanqislikda qolganligini ko'rib, "Sen oldi bilan balang bilan maslahatlashgin.
debdi sehrigar. Qani ko'zingni yum. Men osh deganda andin osh. Bovay ko'zini yumibdi. Bir hazadan keyin osh degan sado bilan ko'zini echibdi. Qarasa o'z uyida turg'udek. Otasining g'am qayg'uda qolganligini bilgan o'g'il. Ota, kalla tepilmagan bo'lsa, sening o'rningga begning oldiga men boray, debdi. Bovay o'g'liga sehrgar bilan bo'lgan suhbatni deb beribdi. Zerak o'g'il otasining roziligini elib, sehrgarlar makoniga bormoqchi bo'pti. Hammadan xabar tepib turgan sehrgar shu hamon paydo bo'lib, kalini Bovayning ho'ylisiga yetkizibdi-da, bir do'milab, cho'ng bir qushqa aylanib, Bovayning o'g'lini aketibdi. Bovay o'g'lining dardida zar-zar qaqshab qapti. Qush yigitni bir hashamatlik binoning yeniga tashlab g'oyib bo'pti. Yigit bir uyning eshigini echib kirsa, bir mo'mayning tanho yip egirib o'ltirganligini ko'ribdi va salom beribdi. Mo'may, "Kelgin bolam, yuqori o'tgin", debdi-da darhol meva, qand gezaklar bilan choy tayyorlab yigitni mehmon qilibdi. Yigit choy ichib etib, eshik tarafga shundoq qarabdi-da, bir cho'ng yilonning kirayotganligini ko'rib, cho'chib ketibdi. "Bolam, qo'rqmag'in", debdi mo'may chiqib ketib etib. "Bu sana ziyon yetkazmaydi." Mo'may uydan chiqib ketgandan keyin yilon yigitning oldiga keldi-da, bir do'milab, oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor, qalam qoshliq, sumbul chashliq, zilva bo'yliq bir go'zal qizga aylanibdi. Qiz yigitga qarab ta'zim bajo keltirgandan keyin xush tabassum bilan hol ahvollashibdi. Yigitning qalbida bir o't ko'ygandek bo'pti. Qiz uning butun mehrini tortib olibdi. "Bu uy-joy, imoratlar bizningki", debdi qiz. "Charbog'larni sayli qilib ko'rib beqing, billa chiqayli." Qiz bu qaddi qomatlik zerak yigitni agashtirib, charbog'ni 40 kun aylanibdi. Andin sehrgar cho'ng to'y marika o'tkazib, yigitni qizga uylantirib qo'yibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bir kuni yigitning otasini yo'qlab kelish o'yi qo'zg'alibdi. Bu o'yini ayoliga aytibdi. Ayoli mundaq debdi: "Sehrgar mening otam bo'ladi. Siz uning oldiga borganda, birinchi kuni bir tulpar so'rang, ikkinchi kuni bir xislatlik uzuk so'rang, uchinchi kuni andin ruxsat so'rang." Yigit ayolining maslahati bo'yicha birinchi kuni tulparni so'rabdi. Ikkinchi kuni xislatlik uzukni so'rabdi. Uchinchi kuni otasini yo'qlash orzusini aytib, ruxsat so'rabdi. Sehrgar so'rag'anlarni berib, ruxsat beribdi. Er ayol ikkisi yo'lga tayyorlik qilibdi. Yo'lga otlangan kuni qiz bir do'milabla yilon qiyofatiga kirib, otning putiga yo'gishib olibdi. Ola otasining uyiga ushqandekla yetib beribdi. Otasi o'g'lining piroqida azoblanib, og'rib yetib qolgan ekan. "Ota, men qaytib keldim", debdi yigit. Balasining tirikligidan umid uzgan Bovay dastlabda ishonmabdi. Shundaqdimi, ishigim oldiga kelgan ekan, didorini ko'rishim kerak deb eshikni echibdi-da, balasini ko'rib, o'zini etibdi. "Sen o'z balammi yoki balamning ruhimi?" debdi Bovay. "O'g'lim, sening bilan didorlashish oxir nasib bo'pti." Bovay o'g'li bilan ahvollashgandan keyin bog'lab qo'ygan tulparga ko'zi tushibdi va uning putidagi yilonni ko'rib, uni qo'rqinish besibdi. "Ota, andish qilmang, avval uyga kirayli", debdi yigit. Ota bola uyga kirgandan keyin yigit hamma ahvolni otasiga aytib beribdi. Shu chaqda yilon bir do'milab qizning qiyofatiga kelib uyga kiribdi. Bovayga ta'zim qilib, hol ahvol so'rabdi. Bovay kelinini kutib hech narsa bo'lmag'achqa bakmi hijolat bo'pti. "Ota, hijolat bo'lmang. Helimi qo'rayliq etizimiz o'zimizdikan. Hamma narsa tal bo'ladi", debdi yigit. Yigit xislatlik uzukni qo'liga elib,
Qeni xislatlik özük, karametingni ko'rsat. Deptiken darvozasi yoqutdan, to'riklari oltindan, taxti marmardan yasalgan cho'ng bir saroy paydo bo'pti. Оның nurida kecha kunduzga aylanibdi. Yigit bilan kelin bovayni qo'ltiqlab, zilchi gilamlar bilan o'ralgan bir uyga o'rinlashtiribdi. Esil taomlar bilan mehmon qipti. Endi gapni shu yurtning begidan anglayli. Yigit paydo qilgan bu o'rda imoratning danqi tezla beg o'rdisidan halqib, yiroq chetlargacha yetibdi. Beg o'z tavasiga saroy sog'an esil zodining karomatining sirini bilolmabdi. Bir necha kungacha kutibdi. Bir hafta o'tgandan keyin yigit tulparni minib shikarga otlanibdi. Payloqchilar bu xabarni darhol Begga yetkazibdi. Beg ahvolni kuzatib beqish uchun oldi bilan xo'jadorni avatibdi. Xo'jador muhofizatchi mulozimlarni agashtirib, dog'-dug'i bilan bu saroyga kirib ketdi. Saroy shunchalik hashamatlik bo'lgan bilan bir mol lashkar ko'rinmabdi. U qaysi eshikni echib kirishni bilolmay turganda, jahonda tangdishi yo'q go'zal bir qiz chiqib, xo'jadorga salom beribdi. Qiz palampaydan chaqqonlik bilan tushib, yashinib qolgan xo'jadorning qo'ltig'idan yo'lab uyga taklif qilibdi. Turlik tuman nozu ne'matlar bilan uni mehmon qilibdi. Xo'jador qaytib kelgandan keyin Begga ko'rganlarini so'zlab beribdi va Ulug' begim, bu qiz go'zallarning go'zal ekan. Onun suzukligidan sharbatlar, zumratdek sulami xijil bo'ladi. Suv ichganda gelidan ko'rinib turadi ekan. Bu go'zal faqat shavkatlik begimizgila mansub. Beg bu qizning tarifini anglab, "Manga tava yurtda mundaq bir go'zal sahib jamolning mening sarayimda bo'lmay, u yerda bo'g'ini manga qilingan haqorat. Biroq u bir podsho yoki shahzoda bo'lsa, yoshirib qo'ygan askarlari bordu" degan o'y bilan yana payloqchi avatib ting-tinglab ko'ribdi. Payloqchilar qizdan boshqa hech kimning yo'qligidan xabar beribdi. Shundoq bo'lsa-mu, Beg 500 otliq lashkar avatibdi. Otliq lashkarlar 3 qitim cho'qon ko'tiribdi. Lekin bu o'rdadan bir mo lashkar chiqmabdi. Oxirida lashkarlar 30 otliqdan sap tuzib, Yoqut darvozadan bostirib kiribdi. Bu hikmatlik Yoqut darvozaning ikki qanoti o'zligidan shundoq bir echilib yepilib tikan, lashkarlar shu yerdala otlaridan mollaq etib, hammasi yer tishlabdi. Beg bu qizni qo'lga tushirolmay, boshqacha hiyla ishlatib, yigitni o'ldirib, qizni qo'lga tushirmoqchi bo'pti. Aradan bir mahal o'tib, yigit shikardan qaytib kelganda bo'lgan voqeani ayolidan bir anglabdi. Uning ayoliga bo'lgan mehri texmo eshibdi. Ular Begning yana hiyla ishlatib, bir falokat keltirdiganligini mo'ljarlabdi. Ular har nima bo'lsa o'zimizni saygak tutayli deyishibdi. Begmo yigitni chaqirtib, tulparni qo'lga tushirib, yigitga bir tuhmatni ortib, zindonga tashlash orqali qizni saroyga akilmoqchi bo'pti-da, atisi yigitni Beg huzuriga chaqirtibdi. Yigit Begning saroyiga tulparni minib beribdi. Tulparni bir yerga bog'lab, Begning oldiga kiribdi. Payloqchilar yo'shiruncha tulparning yeniga kelib, uni apqashmoqchi bo'pti. Tulpar oldiga kelganni tishlabdi. Arqasidan kelganni tepibdi. Hech kimni o'ziga yaqin keltirmabdi. Yigit buni tuyib qapti. Beg bu yigitning hikmatiga, o'zining qudratining yetmaydiganligiga ko'zi yetibdi. Yigit qaytib ketgandan keyin Begning otasining vaqtidami maslahatchi bo'lgan, chash soqollari oqargan qeyri maslahatchisi Begga mundaq maslahat beribdi. Ey hurmatli begimiz, marhum otalari bir sehrlik ishqa bekmi qiziqan edi. Biroq maqsadiga yetanmagan. Marhum bo'g'illarimi bu yo'lda urinib boqqan ekan.
Biz bu yigitni mushu yo'lga salsaq, u bu ishni hargiz o'rinlayolmaydi. Sizli marhum ota-bovalarga o'xshash buni o'rinlaysan. O'rinlasang beyligimni beraman, o'rinlamasang kallangni olaman deydilar. Mana bu maqsadlarga yetishning obdan chorasi. Xo'sh, undaqda bu sehrlik ish zodi nima ekan? deb so'rabdi bek. Bu sehrda ikki turlik narsa bormish, debdi maslahatchi. biri shundoq bir sozmish. Onunğa erişkende olamdagi jimi nag'ma-navodan xolig'inini o'zi chep berarmish. Ko'ngilni bakmi xush qilarmish. Yana biri ipar kiyikmish. Onunğa erişkende atrof xushpuroqqa to'larmish. Shu atrofdagi fuqarolardan kasal bo'lganlar saqiyarmish. Zodi kasal bo'lmay, ömrünün oxirigacha sog'lom o'tarmish. Bek bir oz o'ylanib turib qapti-da. Ya shu qizga erishay, ya bu sehrlik narsalarga erishay. Bu sehrlik narsalarga erishalisamla bagligimdan voz kechay, debdi. Yigit qayta bek huzuriga chaqirtilibdi. Hey yigit, debdi bek. men sening zerak va aqlliqligingga qoyil bo'ldim. Mening ikki narsaga hojitim bor. Shuni o'rinlasang bagligimni sana o'tinaman. Lekin hojitimdan chiqolmasang meningda ranjima. Qani esila, qo'limdan kelsila hojatlardan chiqishga tayyorman, debdi yigit. Bek sehr qilingan soz bilan ipar kiyikni nadin bo'lsa shu yerdan tepib yetkizib berishni aytibdi. Yigit, xo'p, men azaldan kishilarning hojatidan chiqish yo'liga o'zimni atagan. O'lmasamla talablarini o'rinlayman, debdi. Yigit qaytib borgandan keyin bo'lgan voqeani, Begning hojatini ayoliga aytib beribdi. Ayoli mundaq debdi. Atam turayotgan g'ardan 41 kunlik yiroq bir tog'ning yenida yana bir g'ar bor. G'arning ichida devilar uxlaydi. Devilar uxlab qolgan bo'lsa, atrof timtoz jimjitlikqa cho'miladi. Uchar qushlarmi sayrmaydi. Bu chaqda siz yetarlik ozuq, usuzlik elib, neredagi bir kamarda bir oygacha yeting. Qachon uchar qushlar sayrgan, yiqimliq soz nag'ma anglangan chaqdala andin g'arga kiring. O chaqda devilar 1 yillik yerga safar qilgan bo'ladi. Siz g'arning birinchi eshigini ochgandan keyin birinchi oyuqda oltin tovoqda donlayotgan bir damdar bor. Bu devilarning jini. Siz nayti chaqqonlik bilan yugurib berib, uning bo'ynini uzib eting. Bo'lmasa devilar yetib keladi-da, sizni o'ldirib etadi. Bo'ynini uzgandan keyin ikkinchi oyuqdagi oltin sanduq ichida 40 oshqush bor. Uni elib, o'ylarni bir-birlab ochsangiz, 40-uyning ichida nur chaqnab turgan bir go'hardan yasalgan hosi bor. Uni elibli qeching. Sizni bir to'p otliqlar qo'g'laydi. Yetishalmasa, shu bo'yicha yenib keling. Yetishib elib orig'i elib olsa, "Hey aziz tulparim" deb tulparning beshini birli silab qo'ying. Mushkulingiz oson bo'ladi. Bagning yana bir hojatining sirini siz salomat qaytib kelgandan keyin andin deb beray. Yigit ayolining degini bo'yicha safarga otlanibdi. Tog'ning kamerida 2 hafta yetibdi. Ayolining deginini bir o'rinlab sehrlik hosini og'am piti qechibdi. Arqisidan qo'g'lagan bir to'p otliqlar yigitni yerim yo'lda orig'i elib olibdi. Shu chaqda u, "Hey aziz tulparim" deb tulparning beshini birli silab qo'ygan ekan, tulpar tugilib turib bir sakrab osmonga ko'tarilibdi. Qo'g'laganlar osmonga qarag'anicha cho'l jazirada qapti. Yigit salomat qaytib kelib, Bekka sehrli go'har g'oz shakllik sozni o'z qo'li bilan topshiribdi. Bek sozning necha ming xil nag'ma-navosiga maftun bo'pti. Ammo birdilla yana bir sehr haqidagi so'zni eslab, ipar kiyikni tepib kelishni buyuribdi. Yigit ayolidan buni tepib kelish to'g'risidagi sirni deb berishni talab qildi. Ayoli mundaq debdi: "Hey zirak patron, sizning o'z jiningizni kishilarning hojatidan chiqishga ataganligingizga qoyilman. Siz eng qiyin ishni o'rinladingiz.
İpar kiyikning japoliq yo'lini siz allaqachon besib bo'lgan. Aslida ipar kiyik mening edi. Siz so'ramagandan keyin men akamagan. Bo'pti. Belki kerak bo'lsa berayli. Siz hozir atamning makoniga bering. Charbog'da kiyik bor. U yotgan bo'lsa, zodi tutmang. O'tlagan bo'lsa, andin tuting. Yigit ayolining maslahati bo'yicha g'arg'i berib, chorboqqa kiribdi. U izlab borsa, ipar kiyik yotqudek. Yigit yerim kun qarab turibdi. Kiyik o'tlashga boshlagandala, andin qo'g'labdi. İpar kiyik tutuq bermay o'ynoqlab qechibdi. Qo'g'lavergandan keyin bir tog'ni atlab, bir uyga qechib kirib ketibdi. Yigit tulparni bir daraxtga bog'lab, ipar kiyikning orqasidan o uyga kiribdi. Qarasa, qizning otasi kitob o'qib etibdi. Kiyik sal berisida ko'shab yetibdi. Yigit qiynatisi kitobdan beshini ko'tarishiga salom berib ahvollashibdi. Andin o'zining ipar kiyikni og'ili kelganligini debdi. O'g'lim, Debdi qizning otasi. bu ipar kiyikni burulli so'ramay xeyli avara bo'psan. Bunchilik avar bo'lishingning hojati yo'q edi. Sen aramingni elib andin qaytqin. Ipar kiyik seningdan burun yetib boradi. Yigit aramini elib, tulparga menib uyga kelsa, degandek ipar kiyik ayolining yenida yetibdi. Atsi yigit ipar kiyikni yetilab bagning oldiga akiribdi. Rost degandek o'rnini xushpuroq qaplabdi. Kesal bo'lganlar saqiyibdi. Hamma kishi kuchga to'lgandek bo'pti. Bag bu sehrlik narsaga erishgandan keyin o'z tavasidagi jimi odamni to'plab oldi bilan ota bovisining sehrlik narsalarga erishish yo'lida maqsadiga yetolmaganligini so'zlabdi. Andin ular uchun nazr chiroq o'tkazibdi. O'zini bu sehrlik narsalarga erishtirgan ziyrak, aqlli, botur yigitga va'dasi bo'yicha bagligini o'tinibdi. Yigit alga 40 kech kunduz maraka o'tkazib beribdi. Yurt ichida yigit va uning ayoli obro'y tepibdi. Ularning odil va mehribonligi ostida el bayashotlikqa erishibdi.